Assalamu alaykum, Guli Maqsad kanalına hoş geldinglar. Bugünkü bu programımni maxsus Türkiye'deki qarindoshlar üçün işildim. Özümninki bir Uyghur faoliyatchi buluş sübütüm bilen yaqında Türkiye'de yüz berayotgan şu adamlarninki tutulup ketiş ahvali, Türkiye'ninki saqchilariniki şu Uyghur aileliklarga kirib terror şübhesi bilen ulan öylerinden tutup akitip bağalıqqa qarta özümninki bir narazılıqını bildiriş. Şu sebepten maxsus bir program qilay dedim. Tünögünden başlap tünögün emas şu bugünken, lekin şu tünögün külükte tutup ketilgenken Türkiye'ninki saqchilari hatta bu balı imitayotgan ayolni terror şübhesi bilen öydün tutup aketgeniga anlap körüp men pek. Nima deymiz endi? Aldı bilen sizlarga Twitter'dan ko'rsatib şu Tünögün yani 2021 birinci ayının 18. günü saat 12'de tutup ketilgen ayolninki uçurları Twitter'a çıkaylı. Twitter'a çıksanlar Abdüveli Malım Uyghur lady feeding a baby got arrested in Istanbul, suspicious terrorist. Muşunda Türkiye'deki qarindoshlarimiz işnim yo'qlar. Noma'lum ve ma'lum kishilarninki arz shikoyat qilishi bilan terror shubhalanib Türk saqchilari tarafidan akitilishi, ularni so'roq qilishi, hatta bir necha oylargacha shu deportation centerlarda tutib turilishi biz Uyg'urlarga kelayotgan bu bu programmamni maxsus ishlab endi shu Twitter ishlatadigan va ishlatmaydigan barliq kishilarniki Twitterga chiqib shu tweetni ko'pchilikniki ham baharlanishini Uyg'urlarimizniki Turkiyada yashab turib yana hayotining bexatar emasligini tordagi faoliyatlarga aktiv qatnashish orqali ijtimoiy shu tor uchur aloqa vositalarida bir ta'sir kuch yaratib shu kishilarimizni qo'g'dab qilish shunaqa chaqiriq qilmoqchi ko'pchilikni shu Twitterga chiqib mayli Facebook bilan mayli Twitter bilan asosli faoliyatlar shu Twitter'dagisi shunga ko'pchilikni shu ishlatmaydiganlar Twitter ishlatmaydiganlarninkimi shu Twitterga chiqib Uyg'ur faoliyatchilariga akishib shularni chiqargan bir narsaga hammasiga to'xtamay barmoq berishimizni Mesela şu Abdüveli Malım'niki şu tweet'niki özünün mənbələrə qarab baxaylı 18 tweet'ni kod qılıbdı. Hazır Abdurrahman qarindişimiz Arabca yazıb taqıbdı. Mən İngiliscə qoşub taqatdım. Mümkün deportation to China government by CCP. Very possible. Canlar who? Yani kim? Muattarda bir kız varken onu tarqıtıbdı. Ben bula taqatqan çağda şu Türkiye'ninki mavqaya Turkish MFA Turkish Presidency 1.1 million agash küçülür balaniki isimlerini tag clip Türkiye'ninki şu Foreign Minister Tashqi ishlar ministerligininki Türkiye Cumhurbaşkanıninki Twitter'ninki nimlarini tag qilib Uyghur qarindoshlarimizni social mediada nim qilish orqali o'shanda kuch ovozimizni chiqarish orqali bir qo'g'dab qolaylik, saqlab qolaylik. Masalan, shularniki uchurlari to'g'ri chiqqandan keyin ham qanaqa bo'ladi desanglar bu uchur adam aniq adam bo'lgandan keyin ularni deportation yani qaytarib etish Xitoy qaytarib etishdan saqlab qolishda shu cho'ng kuch o'ynaydi. Masalan, ilgirki tutilib ketgan qarindoshlarimizdan men biraylarni ziyorat qilgan İzmir'deki İzmir musafirlar lageridagi kechmishlarini so'zlab berib bir program ishildim. Va yaqinda Ehson deb bir qarindishimiz umu shu boshqalarninki shikoyat qilishi bilan tutib akirib ketilib taxminan qancha vaqt shikoyat vaqtmi shu to'g'ri to'xtamay uninki
uchurlarini taqtish orqali mana shu joyda shu bir yerdan izlab tepib o'ziniki bir guvohlik bergan videosi bordi. Shuning uchun mening ismim kimdi? Abdulbasit kim nimda ish qilib shu bir videosini ismi bor yerini Qashqa yo'qurg'idimi ish qilib butun to'liq adresi to'liq uchurlari bor ekanligini izlab yurib tepib yurib Facebook chiqargandan keyin kimniki haqiqiy ism familiyasi degandeklarimiz uchurlari chiqqandan keyin yani deportation Xitoyga qaytarilib ketishdan saqlanib qolg'ili bo'ladi demoqchi. Kuch chiqarayli, ovoz chiqarayli, mayli qandaqli bo'lsin bular bizniki qarindoshlarimiz. Bu Turkiyaniki soqchilarimiz qiziq ekan. Bu hech qanday bir paksizlam faqat shu birsi shikoyat qilganga qartalam, qolganini tutib akitadi ekan. Qanday bir ishdi bu? Esimda qilishcha intizorninki bir qatimliq nahmaydan qolgan chaqda o'zi Amerika Los Angeles turib Shanxaydagi bir yoyolingninki nimasiga telefon qilib masalan bir odamni fosh qilmoqchi. Bu odam sirtda Twitter ishlatadi, shu konsandan qarshi ish faoliyat qiladi, shuni tutamsizlar, tutmamsizlar deb nahmaydan faoliyat qilayotgan chaqda nahmaydandan Xitoyga telefon qilgan, yoyolingga, andan keyin Paychisolarga telefon qilish jarayonidami Xitoy soqchilari chig'ida bir kim fosh qilsa, shu fosh qilgan odamniki kim ekanligi, o'rnini shu odamni tang berib nima qilish kerak ekanligi degan bir nimalar bor. Endi bu Turkiyaniki odam tutishi qanday ekanligi, Turk vatandoshi bo'lsin, bir odam chiqiblar, ma'u shu Daeshlarga chetishlik bo'lishi mumkin deb bir isbot bo'lmasa-mu begunoh odamlarni tutkizib yetalmaydi ekan. Turkiyaniki shu tarafiga men ajab bir hamma davlat bir davlat bo'lgandan keyin o'zininki bir makoniniki tinish, terrorlardan yiroq turishiga shunday bir nimalarni har xil shunday boshqalarni tutib lekin bizniki Uyg'urlarni tutgan chog'da hech qanday bir jinoyati yo'q. Undaq Daesh boshlig'i chetilgan ahvollarimi yo'q qoldimi? Tutilib necha deportation centerlarga yetib chiqib endi ma'u xabarga qarasimi bir sababini so'rasa terrorga munosabatli deblam shu birlikda bola emitayotgan ayolni tutib aketgan degan bu nasl insonlar, nasl bir davlat ya. Bundan ilgirkilarni bir misolga boqaylik. Mana shu Turkish police deblam shunroq qilay ya. Turkish police'ni hashtag qilib ham yo'llaganlarimning ichida xil bor deyman. Turkish police deb yo'lladim. Ma'qirinishimiz hozir qandaqkin tang. Turkish police arresting Uyghurs in Istanbul going on and on deb bir kitobxonda şeydan kitobcha bolninki bu tutilib ketildi. Bu hozir qandaq bo'ldi, uni bilmadim. Undan ilgari Eksan bu balniki shu to'rda to'xtamay shu faoliyat qilib, Erkin Osiyo radiolarida xabarlarni ishlab, Uyg'ur faoliyatchilar to'xtamay shunday xabarlarni taqib yurib, bu bala hozir yenib chiqdi. Ma bu bala buni Turkish police arrested many Uyghurs in Istanbulda nim qilib olgan. Bu balniki nima shu Ma'datama boshqalarniki shunday Uyg'urcha chiqqan, turkcha chiqqan narsalarni inglizcha meniki bütün agash kuchlarim hammasi shu ingliz tilida, Twitter'dagi faoliyatim asosan ingliz tilida. Boshqa bo'lgandan keyin boshqa tillardagi Uyg'urga munosabatli bo'lsam, qayerda uchrasam shu yerda inglizcha Twitterlab mana. Ko'pchilik menga aytishini umid qilaman. Uyg'ur faoliyatchilaridan biri Guli Maqsud GULY 780 Twitter numerim. Bundan ilgirisi ekan. İş qilib Turkiyada 3-4 kundan keyin oldindan yana bir xabar chiqdi. Turkiya Uyg'urlarni Chinese vaccinaga tegishi deb to'xtagan. O'sha xabarning o'zini ham achay. Bu xabarni ko'rib boqaylik. Turkey accused trading Uyghurs for Chinese vaccine dedi.
Başlaq bolsa bir Uyghur qancha tal vaksinaga yaraydigandı. Tova biz şundaq mal bo'lib qoldiqda boshqa almashtirdigan. Har qaysi davlatlarda Uyg'urni deportation qilib Xitoyninki savdo manfaati uchun bizni amaliyotda sotadiganlar bo'ldi. Dunyoda vatanning ishki a'zolarimizni setilib ketib qolsa, Turkiyada bo'lsa, ashundoq tutulib uni Chinese vaccine'ga bu almashtirib deganda bunda xabarlar bekordan chiqmaydi. Rost bo'lganligi uchun ashundoq shamollari bo'lganligi uchun ashundoq akis qilib cho'ng-cho'ng xabarlarda chiqadi. Bu shu tutulib ketgan qarindoshlarimizni biz qanaqa qilishimiz kerak? Siz to'xtamay shu ashundoq ma'o qarindoshingizni sizlar tutib ketibsizlar deb ashundoq shu chiqqan xabarlarni to'xtamay ham baholab turishimiz kerak. İşte bo'lsa deportation'ni Xitoy qaytarib ketishni oldini olib bo'ladi. Onundan ilgari 2018-yil tutilib ketgan mana uch bolniki ismi yaqinda chiqdi. Mana hozir ko'rsatib beray sizlarga. Ularning ismi boyagi bir necha boladan sirt yana mana bir necha e'lon bor ekan. Bularninki aniq uchurlarini belgili bo'lmadi, lekin shu advokatninki ismi av uch bolni advokatlarımı bildirmeylam, türmeden çıkıp aeroplan stasıga apırıp Xitayga yol sevetkenken. Eşinime bir 2 yıldan keyin paş boladı mana. Qani. Mayli turib oğa başqa avazıq təhdid sağan, Cumhurbaşqanınki təhdid sağan avazını eli turib ben bəhrlay. Ma avval tutulup ketken Uyg'urlar to'g'riliq. Gerçi Türkiye Uyg'urlarni Xitoyga qaytarmaymiz degan taqdirdimi? Ashunaq yoshirin ishlar bo'lsa qanaqa bo'ladi? Uyghurs were suddenly released from prison in one evening. No information was given to the lawyers and to their families. Uydagilarga va advokatlarga deyilmaylam. Qaytarib o'tgandan Burhan Karim Mehmet Otakan degan turkcha nimaka turk advokat ekan. Ananiki bu Burhan Karim degan shu Burhan Karim degan bolaga advokat bo'lgan ekan. Advokatga bildirmay, oilasidagilarga bildirmay turmadan chiqiblam. 3 Uyg'urni Xitoyga qaytarib o'tgan ekan. Buning hozir hech qanday isbot yo'q. Isbot bolalardan o'tirg'i chiqqandan keyin, masalan, ilgarki Zinatgul Tursunba o'sha birsini qaytarib etibsizlar degandan keyin, voy Tojikistonlik ekan, Tojikiston qaytardi, qandaq mundaq degandek gaplarni qiladi shunlashqa. Bu ochiq oshkora hech kimni qaytara olmaydi. Hech kim bilmaydigan ishlar bo'lsa, shunday yoshirin qaytarsa qanday qilib qo'shniq bo'lgandan keyin cho'qim bir social mediada shunday uchurlar bo'lgan aman. Shu to'xtamay ham bahrlashib, bir mediada ta'sir qilish orqali bir shu qarindoshlarimizniki tutulib ketgan qarindoshlarimizniki Xitoyga qaytarilib ketishniki xavfini shuning oldini olayli, Twitter'dagi faoliyatlarga aktiv qatnashayli demoqchi. Vatanda bo'lsa ishki a'zolarimizni setilib boshqa bo'lib ketib bordi. Vatanning sirtida bo'lsa, masalan, mana Turkiyaniki bir Turkiya to'g'riliq xabar chiqibdi. Vatanning ichidagilar bunday ishlar bilan bizniki a'zolarimizni pulga sotadi. Endi Turkiyadagi Uyg'urlarni vaksinaga tegish ehtimolligi bor ekan, boshqa ishlar bor ekan. Bundan ilgari bo'lgan ishlarda bu Türkiye siyasi yollarındaki özünün ağzından çıkan 50.000 Uygur'unu qaytırış aşındaq işlere bakın dep anladım, qulağım qo'yat deydigan gaplarni Türkiye'ninki özününki devletninki siyasetçilerin anlagan edik. Endi bu xabar chiqdi. Biz nimda qimmatli insonlar Uyg'urlar. Hamma nimamiz pul. Vatanda ish bag'irlarimiz, organlarimiz, a'zolarimizni sotadi. Chet elda bo'lsa bizni vaksinaga tegishidi shunday. Xabarni to'liq ko'rib qo'ydimmi? Turkey accused of trading Uyghurs for Chinese vaccine.
Many Uyghurs and Turkish people call Xinjiang East Turkestan. A Turkish parliamentary source who asked not named. Turkish parlamentning ichidagi ismini topamay, madax ishlar bo'ladi deb unda xabarlar chiqdi ekan. Nazira shu nimning o'zini qaytadan Twitterga chiqib, bu tutilib ketgan qarindoshlarimiz to'g'riliq qaytadan bir ko'r misollarni olay, ondan keyin bizningki social mediada shunday faoliyatlarni qilish orqali hashtaglar bilan shu tutilib ketgan Uyg'ur qarindoshlarning uchurlarini amalga oshkorlab to'g'ri chiqib, ularni deport qilishdan saqlanishning bir usuli shunday social medialarda shular to'g'riliq xabarlarni ham bahrlash, shular to'g'riliq chiqqan tweetlarga to'xtamay retweet qilib, barmoq belgisi besib, shunday taqitib deport qilib ketishningki oldini olamiz. Biz shunday gapirib turmasak, jimjit hech kim so'rqin qilmasa, shu jimjit yo'qolib ketadi shu. Bu uch qarindishimizga o'xshash, uch qarindishimizning ularningki tafsiliy ismlari bir tunugima bilishga men qachon qarsam oldi ma'lum Facebookga yozib qo'yib ekan. Ashlar to'g'riliq menga boshqa bir uchur keldi. Nimaninki ismi? U advokatninki ismi, ananikin Orhan Kerim, yani qanday bularniki? Yana uzun uchur ketgan shu to'g'riliq chiqqan bular. U 2018-yildagi ishlar ekan, amdi bir-birlab fosh bo'ladi. Biz fosh qilishimiz kerakmi shundaq jim yursak bo'lmaydi. Ashar chiqqan xabarlarga barmoq belgilarini bosaylik, to'xtamay retweetlaylik. Ashuna qilish orqali o'zimiz bir Uyg'ur bo'lish sifatimiz bilan, men bir Uyg'ur faoliyatchi bo'lish sifatim bilan Turkiyaninki Uyg'urlarni shundaq poksiz terror shubhasi deb boshqalarninki shikoyat qilishi bilan bu poksiz unda tutilib ketishni, bir amdi bola emitayotgan ayolni, bir onani shundaq tutib ketsa, u bolasi uyda qolsa, boshqalarninki uylari kelib, u 5-6 yoshlik bolalar bor, bular bolalarninki oldida u dadasiga qo'l-qo'liga qo'yib silib olib ketsa, ananinkini hech yo'q ekandan bir necha oydan keyin qo'yib bersa, uning bir hech qanday bir so'rig'i yo'qmi? Bu tutilib ketgan odamlarninki o'zimi bir shu meni kim bir shikoyat qildi deb uni surishtirib nega qilishninki bir tegitakdan belgili bo'lmaydi ekan. Hamda keyin anankini o'zimizniki Uyg'ur jamoatining ichidagi bo'lingan gaplardan Turkiyada yashayotgan xalqlar o'zlarininki bir Uyg'urninki shikoyat qilishi bilan o'zlarini jinoyatchi qatorida tutilib ketayotganligini ulardan ansirab shuni fosh qilolmayotganligiga men hamda Kanadada yashagandan keyin Salma G'aliti bilindimi ish qilib, men bir kim mundaq tahdid soladigan bo'lsa, bu yerda bir kimga tahdid solish emas, bir kim kayniga agishib mengishmas, u mumkin emas. Bu yerda odamniki bexatarligi degan Turkiyadagi yashayotgan qarindoshlarimiz bu qandaqsiga sizlar bir kim sizlarga og'zingni yum, jim yur deb qo'ygan qizlar jim yuraversanglar qo'rqinchli deyishadigan gapmi? Bir kim tahdid solsa, turma tahdid solgan gaplarni hozirlam chiqaraymi? Bizningga bir Cumhur Başkan davagan bir eylem varken, onunki uçurlarını hamısını özünler Facebook'larda hamısını bilisizler. Onunki aynı çağdaki özünü Cumhur Başkanlığı sayılığındaki videolarımı olanımı çıkardığım yapkendik ku. Mango bu bir ruhi kisel bir şundaq öz əməldarlıqqa bir dövlətninki başlıqqa buluşqa şundaq ılıqı nem bolğan xumar bolğan bir adam bir ruhi kisel saranken deplam oyladım mən. Bir neçə adamını çağırıplam, 20-30 adamlar kelib tamoq chaqirib keliblam Cumhur Başkan qilib saylandı degan. Qana bir gap bu? Nima ish, nima satchilik bu? Bir Cumhur Başkan degan nima bu? Bir nomga bir dog' keltiradigan Xudoyim biz kichikchalarda mehmondorchilik o'ynaydik. Bir uyninki bulunga o'zimizniki uylarni hisoblamash, bir necha qizlar, bir necha bolalar bilan o'ynagan chog'da siz mening uyimga mehmon bo'lib keling, siz mening uyimga mehmon bo'lib keling. Men apisi bo'lay, men dadasi bo'lay. Degandek shunday bir o'yinlarimizni o'ynaydik. Endi bu Turkiyada bu bir odam chiqiblam, bir necha odam chaqirib keliblam, bu shu saylanimiz bo'ldi. Meni saylanlar deb bu yerga saylaydigan odamdan chiqiriblam, Cumhur Başkanlığı rasmiy saylandi degan. Nim degan kulkilik degan sarang ahmoqonlarcha ish bu. Ahmoqlar, shuning dasturxoniga borganmi qandoq Uyg'urlar sizlar?
O yegemde bekarlık tamak yeymiz dep buniki bergen baskыныga. Ya biz Uygur degen biz şundaq ýyly Uygur kumar, Uygurny kösek dillerimiz ýaýrap gitdiň bolgandyky naşy bir ýygylyşlarga, aşy bir Uygur özara bir görüşçü lampartagandek aşnap adamlamy ya, onu bilmedim. Xuddi biz maýget namaýyşlarga çykkansak, namaýyşga çykyşmy bir xil özara bir ýylgy Uygurlar bir-birini görüşçümi namaýyş çykdy dep oýlaýym men. Hakykatdan bir ilgiri namaýyşlar gatnaşydygan çaglarymda, namaýyş gatnaşkan çaglarda aýallarny kep aşy biz o ýerde bir wagtyra bolsa, saplan kendi götüp özara paraňlaşydygan unda işlamy bar. Bir Uygur halyk bolgandan keyin biz bir-birimizge şundaq ýyly mehirlikde meýle tunumsakmy jirakdan bir Uygur kesek, "Hey Uygurke, hey siz Uygurma" dep paraňlaşyp gitimiz bu aşnaň okşaşlam. Hem bu bir adam oturup çykyp bu ýerde bir sorunlar raslapdy kilaňlar dep. Onun gatnaşypdy falan adam. Köp bolsa 70-80 barda, bu 20-30 topan çykan nemege qarsam bu xil adam videolar qarsam bu xil adam barken to. Onun taýýarlap çykylgan gelken hem sossap naçyp batdy. Resmi kiçik çağımızdaki oynaýdygan memandarçylyk oýunyga okşaşan bir iş bopdy o. Cumhurbaşkany saýlaş degen Türkiýenin Cumhurbaşkanyny saýlagan çagda qanday işler boldy, kança adamlar qanday boldy. Amerikanyky prezidentini saýlaşga hazır näme işler bolup ketdi, kapitolda o ýerde kançalyk oklam kançalyk çykyp kançalyk adamlar ölüp aşynda işler bolsa bu beýge bir zalnyň içige bir neçe adamny çakyryp ekeplenmem Cumhurbaşkany dese resmi saraň roý kiselgen çokum bir bu kılyatgan işlerinden bu kandak bolgan ballary badam çoň boludy, çoň bolsa özüňki ata-analary nimişler kılgan bilen sürüşdirmemdi. Bu bally kiyinki awlatlaryny bolsam oýlamamsızlar. Biz hazır muştapda Uygur kırgınçylygy dep bir taryhnyki bu bir batirde kırgınçylyk dep ýezilatydy. 39-njy ýyldan tatyp 44-nji ýylgaça bolgan o birinji dünýä uruşy meskeldikimi Yahudi kırgınçylygyny oýlap bakaýla aşynyň okşaş şu Yahudi kırgınçylygida sak kalgan, aman kalgan kişiler toktumay aýynçagda ýüz bergen işlerini toktumay sözleýdi. Taryhnyki ispatlary bolsun dep şundaq günlük hatyrlaryny ýezyp kaldyrgan. Ämdi hazır bizninki Uygur kırgınçylygy dep bu taryhdyky bu bir iş ýüz berýän çagda sizniki ballaryňyz näme diýdi? Nawady kerek siz jimjit jurýatgan bolsaňyz, özüňiz bilen nam jurýatgan bolsaňyz oýlap bakyň. Kiyinki ballaryňyz näme diýdi? Ata-anam çoň bolgan çagda taryh dersini öýrense, Uygur kırgınçylygy dep bir kırgınçylyk ýüz berip diýen şu çagda sizniki dadyňyz apaňyz diýendek muşnaq oýlagan çagda kiyinki awlatlarga näme galdyrmyz kılgan işimizniki bir bu ballarga näme diýdi? Uygur kırgınçylygy ýüz bergen çagda sizler näme iş gyp digensizler dep izlep ýürüp atalarynyki, bowlarynyki, ata-bowlarynyki bir näsini izlep iş näsini tapamsa. Işnimi nam kılgan işiňiz gyp galady bu dünýäde. Milletiňiz bir kawmiňiz sizniki öz kawmiňiz kırgınçylyk uçuralsa siz ýene jimit ýursuňuz. Bu bir neçe adam nice bolup men Cumhurbaşkany degan o roý keselken. Vatan davasy digen bunu suy istimal kılıp jürüp onda işlem kılsa bu roý keseliniň adatda bir aýlym bir kim bir näse diýse hakynky aýlysynky işi boludy o. Masalan deymiz. Aile zoravallıqı deyli, aile zoravallıqı toğrusu sözlesek mi? O bir ailenin içinde aşındaq bir abuslar yüz bergen bolsun mu? Ya bırak hoşnusi, ya musu başka adam ularni uçlar doğruluk ılıqı haber vermese ya bulmasa şu ailede tayak eken ayal kişi özü bir arz kılmasa o ailenin işki işler qalbət arlaşmaydı hoşuna okşaşlan bir iş. Mesela Xitayning içindeki yüz bir otkan o kırgınçılıqni nawady kerek biz işnim deymesek bir kim report kılmasa o davamlıq yüz bereýberdi o iş degen. Bir ailenin içinde maşındaq şu bir kim report kılmasa o ailenin içindeki maşındaq aile zoravallığı yüz bereýberdi okşaş. O Xitayma o bizniki işki işlerimizle arlaşmamadı. Biz jimmitde turwasak biz o Pakistan oturga çıkamsak. Şoňlaşka faaliýetlerge gatnaşaly Twitter'deki faaliýetge bolupmy? Bugünkü temam
Türkiye'deki qarindoshlarga tutulib ketgan qarindoshlar to'g'riliq shularga shu to'g'riliq bir narsani so'zlaymikin deb o'tirib chiqib bir narsani so'zlagan. Hozir Twitterga chiqib qaytadan qarab baqsaq, hozir andan keyin Turkiyadagi qarindoshlarga beradigan tavsiyalarim to'g'risida saat 12'de 1. ayın 18. günü Baykara Aminamu bu ayolniki ismiken 2015 yılda Türkiye'ye kelganken işiga bormaganken deb balasi babalı imtotgan ayol kortisi borgan tahi Türkiye Cumhuriyeti uyda bir bala imtotgan ayolni ko'p berib emdi terror shubhasi bilan tutib ketildi desa onundan ilgirki yo'qolib ketgan qarindoshlarimiz inimiz chiqdimi kitobxonniki ichida ketdi onundan ilgirmi bir aydan chiqqan ya'ni o'tgan yili 12 ayning ishkisi Safa köyünden tutulup uyga qurolliq bostirib kirib chiqib ketgan yana bir qarindoshimiz bor ekan. Eksanlarning bo'lsa Xudoga shukr yenib chiqdi. Anankin baytilga ilib o'tgan 3 aylarniki ism familiyasini u qaytarilib bo'lgankan shu to'g'riliq bir isbot qo'lga tushsa Turkiya rasmiy matbuoti u joqda yo O'zbekiston qaytarib o'tdik yo Tojikiston qaytarib o'tdik degandek gaplarni hammasi Tojikistonlikkan to'q degandek. Şunlaşqa biz mana chiqib bir narsani deb tursak, qaytarilishninki oldini aql bo'ladi. Masalan, men shu ilgari bu do'stim va sayohat yetakchisi do'stimdi lagerga ketib qoldi. Bu do'stim sayohat yetakchisi lagerga ketib qoldi. Mening do'stimdi buniki yo'ldoshi lagerga ketib hozir majburiy emgak ishlab etibdi deb yurib qo'shna so'zlagandan keyin bir kuni CGTNniki nimsiga chiqib o majburiy emgak kuch emas, bular bir obdan yashayotadi uyda deb turib meniki rasmlarimni, tweetlarimni hammasini chiqib yolg'onchi deb chiqarib turgandik. Ananikin keyinda China Daily Cumhur Raportniki gazetagi ismini chiqib o'zini Kanadada yashaydigan Guli Maqsud tavagan bir elan asl ismi Hurmat Masudkan Twitterda do'stim meni Twitterdan chiqaryapti, yo'ldoshim mahkamlar degan gaplar hammasi yolg'on. Bu Uraldan ishlayotgan Re-Education Center'ni maktabni lagerni o'qish bitirib yenib chiqdi degan gaplarni o'ziniki gazetida e'lon qilib bizni yolg'onchi chiqardi. Ma'lumga o'xshash begunoh tutilib ketgan Turkiyada turib bundoq terror shubhasi bilan ketgan qarindoshlarimizningki biladiganlarimizningki uchurlarini qo'rqmay o'tirg'a chiqaylik. Uchurlari oshkora bo'lgan odamni hargizmi u ochiq oshkora oldinda qaytarib yetolmaydi. Qaytarib o'tganlarini shundoq yolg'on aytib, u Uyg'ur emas, Tojikistonlik ekan, shuni Tojikiston qaytarib o'tdik deb mandaq deyishga majbur bo'ladi. Shunlashqa qaytarilishniki oldini olish uchun Turkiyada yashayotgan har bir qarindosh, mayli siz turk vatandoshini ep bo'lgan bo'lsangizmi, o'zingizniki tunishlari bor bo'lsa, shularga hech bo'lmaganda o'zingizniki bir rasmini ism familiyangizni berib qo'ying. Turkiyada yashayotgan qarindoshlar mayli u qonunliq iqomatlari bor bo'lsin yoki iqomatlari chiqmagan bo'lsin, o'zingizniki bir yaqin tunishini olishgan odamlaringiz bor bo'lg'iydi, bir rasmisini to'rlarda hech qanaqa ism jismi yo'q palet qilgan qarindoshlarimiz bor. Hech bo'lmaganda o'zingiz biladigan, taniydigan kishilarga rasmingizni bo'lsin berib qo'ying, ism familiyangizni bo'lsin berib qo'ying. Andan keyin olmadingiz. Buna ishlar har kimningki beshiga menga yuz bermaydi, bu ishlar mening beshimga yuz bermaydi, degil bo'lmaydi. Boshqa o'xshash uyda jimjit yesa, uxlab yerim kechilarga kirib, qurolliq bostirib kirib, seni terror shubhasi deb unda akitib qasqana qiladi. Bu chog'da shu shundoq yaqin tunish birodarlarimiz yo'qolib ketganligini payqagan aman
Torda nurgun faaliyet kılatkan Uygur faaliyetçiler var. Şulağı disi buldu, özü disi buldu. Ananın keyin köpçilik hemmeyle birlikte işte social medyada hem baharlash, kuch ta'sir paydo qilish orqali Xitoyga qaytirib ketishning oldini olib qolaylik demoqchi. Andan keyin shikoyat qilayotganlik to'g'risidagi bu uchurlarni Facebookda hamma yerda ko'ringlar. U gaplar yolg'on gaplar emas ekan, hammasi rost, bor gaplar ekan. Shunday bo'lg'achqa, men u videomdagi thumbnail picture'ni maxsus shu fosh qiluvchini, ya'ni shikoyat qilayotgan kishiningki ismi tayyorlangan bir parcha material bor. O'shiningki rasmini shu videomdagi thumbnail qilib chiqarib qo'ydim. Buningda Facebook'ta tarqalgan shu nimlarni ko'rsanglarmi, hatto odam boshlab kelib uyiga berib uyiga berib tahdid solganlarninki yani bir ovozi quchurlarni qilar. Ma Cumhurbaşkanı degan odamning ovozini olinglar. Haddingni bilib yurjimi deb kishilarga shunday vaqirab yurib. Meningki YouTube kanalim shu Uyg'ur tilidagi YouTube kanal bo'lgandan keyin Uyg'ur jamoatining ichida shunday bir ishlar chiqib qolsa, shu isbotlari bor bo'lsa, bu qo'rqmay o'tirga chiqib so'zlaydigan gap, men yo bir Turkiyada yashamasam, kap yo menga tahdid silib bunday qilg'izaydi, meni tutqizaydi degan unday bo'lmagandan keyin. Assalomu alaykum. Sorry. Ya bir ovozi quchurni chiqaray, haqqim mushundaqmi? Vaqirab yurib, haddingni bil deb haqnayman, kechirim so'rag'izib. Shu materialni taqib qo'yganga haqqi tahdid silib, bu bo'lmabdi, bu bunaqa ishlar. Bak haqninki uyiga berib, tahdid silib, madaq ishlarni qo'rqmanglar, danglar. Kim sizlarga tahdid solgan bo'lsa, sizlar bu sizlarga soqchiga shikoyat qilgan bo'lsa, sizlarga tahdid solgan bo'lsa, sizlar danglar. Qolgan vaqtda, munchalik vaqtda bo'lsa, shunday sizlarga ovoz bergan uchurlarni shu unga evilib, shunday soqchilar o'zinglar madam men tahdid so'yadi deb haqniki shikoyat qilish huquqi bo'lsa, sizlar shikoyat qilinglar. Voy bo'ldi, mushu meni tutqizatmaydi deb yashayvergan u Xitoy bo'lmasa, yo bu Xitoyda beshimizga bir ish kelib qolmasin deb chimshursa, chet elga chiqib haqsiga tahdid solsa, tutqizayman, bunday qilayman desa, bu qana bo'lg'ini bu. Gaplar neni qonig'i bo'ldimi u ya? O'zingni bilib yurishmi, to'g'ri bo'lsa, men bunday ishlarni ish qilib Aldingmi deb yuribdi ha. Ashuna tahdid solgan gapmi? Bir yozmalarni, bir amaliy isbotlarni Facebook'ga taqib qo'yganga shunday berib, uyiga berib tahdid qilgan gapmi?
Cumhurbaşkanlığı saylanganlık bir videosundan bahslaydi desem, resmi bu vatan davasını suiistemal kılıp özününki başkan buluş arzu istikini kandırdıgan resmi cın ruhi keselken. Boldan şunchalik sözlay. Ahırda dep koyduğunum ömse, bugünkü videomdaki işlişimdeki asaslık maksat özemdeki bir Uygur faoliyetçi buluş süpütüm bilen Türkiye'de yüz berayotgan işlarga, yani Uygurlarni hech qanday paksiz ularni terror şübhesi bilen tutulup ketip bağlılıkıga qattiq narazılığımni bildiriş. Aşı bal yemitotgan bir adamimizniki bir eşek bağmagan, hech qanday bir başka işlarga aralashmagan, aşına bir ayolnikini unumu terror şübhesi bilen tutulup ketganligiga men intayin ish qilib içim bek achchig'im keldi. Turkish polislarga achchig'im keldi, Turkish authority'ga achchig'im keldi. Bu Türkiye'deki Uygurlar shunchalik şu yerdeki kanunlarga rioya qilib iqomatni bermaslikniki ishi shu sizlar Türkiye'ninki ishi o'zinglar Türkiye'ninki iqomatniki bermaysizlar turishliq ananiki ona birib o terror şübhesi o şübhe bu şübhe deb undaq begunoh insonlarni opirib necha qamab qo'yish, uningki uchurlari chiqqandan keyin uningki bu uningki hech qanday jinoyat yo'q deb uningki qo'yib berish, mush ishlarga meniki butunlay noroziligim va shu sababdan bu YouTube kanalımda bir Uygur faoliyatçı süpütüm buluş süpütüm bilen şu to'g'riliq gap qilay dedim. Şu tutulup ketken insanlarniki mu baldırrak erkinlikka chiqishi, Türkiye'de turib mu erkinlikka chiqishini talab qilyapmiz. Vatandagilarni erkinlikka chiqsin deb necha vaqtdan deyapmiz. Endi bu Türkiye'de bir davlatda yashab turib mu kishilarniki yana tuyuqsiz ashundoq poksiz terror şübhesi bilen tutulup ekitip bakallıkıga biz intayin narazi. Barlık Uygur kıyırındaşlarını, Türkiye'deki yaşayatkan Uygur kıyırındaşlarını ki meyli vatandaşlığı çıkıp boğan bolsun, meyli iqamada bağ boğan bolsun, özününki bir yakın tunuşlarga bir parça resmisini ve isim familiyasini şu pasportniki şu ikametning ustidagi isim bilan tang özününki yakın tunuşiga bir yo'qolib ketsam meniki izlayotganimni qilib qo'ychimu deb yuradigan mundaq o'zaro tunishlar bo'lsin, bir-birimizga ko'ngil bo'laylik, bir-birimizga bor yo'qligiga diqqat qilib turaylik. Uningdagi ro'yi kasal bo'lib men Cumhurbaşkanı davaganda kishilarninki sizlarga tahdid solgan vaqtida qo'rqmay o'tirg'i chiqib deyishinglarni, ashundaq ishlardan o'zinglarni yiroq turishinglarni, odamlarniki qaysilarniki haqiqiy ish qilayotgan qilmayotganligini to'g'ri tunib, to'g'ri baho berib Cumhurbaşkanı men davası şu Cumhurbaşkanı ken bu şu dep keyindan yuradigan o ishdan qamanglar. Men Türkiye to'g'riliq chiq gap qildim. Burunda deb ish kelib shu yillardan burun Türkiye'da undaq bo'pti deysizlar. Bo'lmasa men hamdan bek chiq tilaydiganlar shu Türkiye'dan bo'lmasa. Qanaqa qilamiz? Yana shu Uyg'ur qarindoshlarimiz tutsa. Bekadimga tutulib ketsa biz yana jimmi turasa qanaqa bo'ldi? Hech bo'lmaganda qo'limizdan kelishicha aşındaq social medialarda şular to'g'riliq chiqqan xabarlarni shu o'zaro ham bahrlashib, social mediada bir ta'sir kuch chiqarib, ularniki Xitoyga qaytarilib ketish nihoyatniki xavf xatardan qutulib bir erkin yashashiga Turkiyada. Shuni tavsiya qilib ko'pchilikka beradigan tavsiyalarim shuning bilan tugadi. Bugungi programmam shunchalik bo'lsin. Unda bo'lsa ko'pchilikka menga xayr xo'sh omon bo'linglar. Atiki programmamda ko'rishaylik. Atiki programmamda maxsus Yahudi qirg'inchiligidagi lagerlardan ozod bo'lganki ko'rinishlarni aynan olgan. Men ilgari bir qatim Washingtondagi bir Holocaust Museum deb bir muzeyxona bor. Shuning ichida ko'rgan filmlarimni hammasini bir yerda tayyorlab qo'ydim. Özümüzdeki hazır yüz berayotgan qirg'inchilikda kishilarga qanday qilishimiz, hozirmi vatandagi kishilar bilan aloqasi borlar yoki uyda ishlayotganlar bir ustuliq yo'llar bilan vatandagi qarindoshlarga qilmoqchi bo'lgan ishlarni, demoqchi bo'lgan gaplarimizni shu bir narsalarni bir nima qilish temasi asos qilingan hamda Turkiyadagi deyman bu ayni chog'dagi Germaniyadagi shu Yahudiy qirg'inchilikdagi bir qism surat materiallar bilan o'zimizniki Uyg'ur qirg'inchiligidagi surat material va guvohlik videolar qatorliqlar to'g'risida ozroq so'zlamoqchi. Atiki programmamda yana o'xshash vaqtda ko'rishaylik. Men har bir qatim boshlagan chog'da bu meniki
ish qilib bir amallar qilib yurib. Bu 4-chi qatam ochdim kompyuterni, ele o'chirib, ele qaytadan ochib, ele o'chirib. Turib bir bo'z kompyuter, bir bo'z kamera bir narsa o'qib qolgan degandek. Nafasa bugungi programmam tugadi. Ko'pchilikka mallarga ko'p rahmat, xayr xo'sh. Ko'rayotganlar bo'lsa, voychiqlam inkaslar yozib ekan bu. Assalomu alaykum. Quddus Asim, hurmat. Menga hurmat bildirganingizni yoki ismimni chaqirganingizni? Qudrat Aziz, yaxshimisiz? Ko'pchilik qatnashganlarga ko'p rahmat. Birlikda kelgan qarindoshlarimga rahmat. İnkaslarınlar bo'lsa, astiga yozib qo'ysanglar bo'ladi. Hech bo'lmaganda barmoq belgisini yoqtirgan bo'lsangiz ustiga, yoqtirmagan bo'lsangiz bundaqqa qoldirib qo'yasiz deb keyingi qadamli programmani ko'rishaylik. Xayr xo'sh.